Salom do'stlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Demak, bu Premiere Pro kursi va biz 7-darsdamiz. Bizning 7-darsimiz sal boshqacharoq tartibda bo'ladi. Bizga shunaqa pustoy, ya'ni ichiga hech narsa tashalmagan proyekt o'zi ham yetarli bo'ladi. Ya'ni biza xohlagan joyingizdan proyekt ochasiz va uni xohlaganingizni nomlaysiz. Biza bu darsimizda chunki faqat titrdan foydalanishni o'rganamiz, ya'ni tekst yozamiz videomizga. Keyin proyekt ochganingizdan keyin yangi sekvens ochib olasiz. Yangi sekvensimizga keling, HD 1080 ga 60 talik kadrda ochamiz. Va biza proyekt ochildi. Keling, oynamizni sal kattaroq qilamiz va bu sekvensimizga bitta solid ochib olamiz. Color matte, ya'ni color matte bu nima? Color matte misol uchun bizani sekvensimizni mana bu ko'rayotgan oynamizni bitta rang bilan to'ldirish uchun kerak bo'ladi. Keling, uni okey bosamizda oq rangda qo'shamiz color matte. Va mana color matte bizada color matte sekin xuddi video yoki boshqa исходник materialdagi kabi shunchaki mana shu doroshkaga tortib tashlaysiz. Va bizda mana marhamat color matte faqat rangdan iborat bo'lgan narsa hosil bo'ldi. Demak, biz sekvensimizning oynasini shu color matte bilan to'ldirdik. Ana endi keling mana shu color matte ustiga misol uchun birorta tekst yozib ko'ramiz. Tekst yozganingizda color matte ochish shart degani emas. Bu video bo'lishi ham mumkin bu o'rnida. Shunchaki hozirgi holatda men biroz orqasi bo'sh turmasligi uchun birorta rang bo'lib turish uchun shunaqa oq rangni tanlab oldim. Siz boshqacha rang tanlashingiz ham mumkin. Buni tushundingiz deb o'ylayman. Demak, biz tekst yozib ko'ramiz ustiga. Hozirgi holatda menda tekstim oq rangda, shuning uchun yozilmadi. Mana bitta effect controlda bundoq qarasangiz tekst degan narsa hosil bo'ladi. Shu tekstni mana bu yerga bosganingizdan keyin. Mana pastga qaraydigan bo'lsangiz, mana bu yerda fill turadi. Tekst ichida. Fillni rangini keling biz qora qilamiz-da. Mana endi yozamiz. Premiere Pro deb yozib qo'yaylik. Xo'p, xohlasangiz boshqacha o'zingiz ismingizni yozishingiz mumkin va hokazo. Xo'p, demak biz yozib oldik. Endi bu birinchi usul, tekst yozishning birinchi usuli. Shunchaki mana shu joyiga, bo'sh joyiga bossangiz, yozib ketaversangiz bo'ladi. Faqat bitta tomoni bor, u faqat bitta qatorda, ikkinchi qatoriga o'zidan bilib tushmaydi. Ikkinchi qatoriga o'zidan bilib tushishi uchun siz unga mana bunaqa bosib turib, uning chegaralarini ham ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Mana ko'rasiz, ana endi yozadigan bo'lsangiz, ikkinchi qatorga o'tib ketadi. Mana chegaraga yetib kelyapti-da, ikkinchi qatorga o'zi avtomatik tarzda tushyapti. Agar siz unga hech qanaqa chegara bermasangiz, u bir qatorda ketaveradi va hokazo cheksizlikka qarab ketaveradi. Va tekst yozganingizda mana ko'rasiz, Premiere Pro, biz Premiere Pro deb tekst yozdik. Premiere Pro tekst yozganimizdan keyin mana bu yerda bizda tekst hosil bo'ldi. Ko'rdingizmi? Bizda tekst yozayotgan paytimizda hech narsani tanlamagan holatda bo'lsak, mana bunaqa holatda bo'lsak va tekst yozadigan bo'lsak, ko'rasiz, mana bitta oyna hosil qilyapti-da. Shu yerga tekst paydo bo'ladi mana shu oynaning ichida. Mana bu yerda bizda Premiere Pro bor edi, bu yerda esa bizning bo'sh titrimiz uchun joy. Buni ham tushundingiz deb o'ylayman. Va eski yozuvingizni ustiga bosib turgan bo'lsangiz va yozmoqchi bo'lsangiz, mana shu bo'sh joyni, ya'ni tekst uchun ajratilgan joyini ichiga yana bitta tekst qo'shadi. Effect controldan ko'radigan bo'lsangiz, mana ikkita tekst hosil bo'ldi. Buni birinchi tekstimiz Premiere Pro, mana bu tekst, ikkinchisi tekst. Bu yerga hozir hech narsa yozmaganimiz uchun, bu yerda bo'sh turgani uchun, bu yerda ham hech narsa yo'q Effect controldan. Agar biz unga misol uchun After Effects deb yozadigan bo'lsak, mana ko'rasiz, ustiga bosamiz. Mana Premiere Pro va After Effects ikkalasini ham mana shu bitta grafikni ichiga joylashtiradi. Demak, buni tushundingiz. Mana ko'rdingiz, Ctrl Z ni bosdim, bu yerdan ham tekst ketdi. Demak, bu tekstimizni xohlagancha uni ichidagi, misol uchun, siz uni shriftlarini o'zgartirsangiz bo'ladi. Siz kompyuteringizga uстановка bo'lgan xohlagan shriftingizni unga keltirib o'zgartirsangiz bo'ladi shakllarini. Misol uchun mana bu shrift yoqadi, sizga ham shu shriftdan foydalanishingiz mumkin xohlasangiz. Bu yerda o'sha shriftimizni qanaqa ko'rinishdaligini bersangiz bo'ladi. Misol bold bersangiz, o'sha shriftingiz qalinlashadi. Xohlasangiz bold, italik qilishingiz mumkin. Va yana bu yerda yana qo'shimcha stillar bor. Keling, buni sal kattaroq ocha olamiz-da. Endi font size bor bizda.
Biza shriftimiz kattaligini faqat font size'dan o'zgartirishimiz kerak. Font size bizani shriftimiz kattaligi bu yerdan kattaroq qilsangiz bo'ladi va kichkinaroq. Keling, hozir bizada 100 turaversini. Bu yerdan bosib turib o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Yana bitta qiziq narsa bor. Buni keling ikki qator qilamizda. Buning uchun biza enter bossangiz pastga tushadi. Shunchaki yozib ketsangiz davomida yozib ketaveradi. Tushundingizmi? Xo'p. Demak, biz pastga tushamiz shunchaki. 3 qatorlik tekst hosil bo'ldi. Ana endi BAM knopkalarni nimaligini o'rganamiz. Demak, biz tekstimiz demak, bu yoqda qaraydigan bo'lsak, bizda tekstimiz abzasdan boshlanyapti. Ya'ni mana shu berib qo'ygan chegaramizning ichidagi abzasdan boshlanadi va buni o'rtasidan bosadigan bo'lsangiz, bizning tekstimiz hammasi ko'rasiz, hech qanaqa abzasi yo'q. Bizning center o'sha bo'ladi va o'sha yerdan ikki tomonga qarab tekstimiz tarqaladi. Va bizda abzasi keyingisini bosadigan bo'lsangiz, o'ng tomondan oladi. O'ng tomonda hamma titrlarni bitta qator qilib oladi-da, bu yoqqa o'ng devorga yopishishga harakat qiladi. Buni tushundingiz deb o'ylayman. Va bizda kadrimizni asos nuqtasi bo'lganidek, bu tekstimizning ham asos nuqtasi bor. Mana ko'rib turganingizdek, va u tekstimizning mo'shani nima narsalarni o'zgartiradigan bo'lsangiz, aynan mana shu asos nuqtasiga qarab o'zgaradi. Va hozircha keling, bizda tekst mana bunaqa holatda bo'lsin. Asos nuqtasini o'rtaga olib olamiz. Bu bizning harflarimizning orasidagi masofa. Buni surib kattalashtirib ko'rsangiz bo'ladi. Keling 0 ga qo'yib qo'yamiz. Va bu esa bizda harflarimiz o'sha qatorlarning orasidagi masofa bo'ladi. Va bu yerda bizning tekstimizning rangi. Bu yerda esa bizning tekstimizga chetiga mana bunaqa chiziq chizsangiz bo'ladi. Atrofiga chizib ko'ramiz. Buni rangini keling biz ko'rinishi uchun keling qizil rangda qilamiz. Mana ko'rdingiz-a? Bizda tekstimizning atrofiga hammasiga qizil chiziq chizdi. Keyin boshqacha rang qilib ko'rsangiz bo'ladi. Siz misol uchun sariq qilishingiz mumkin. Va bu yerga o'sha chizgan chizig'imizni, ya'ni o'sha strokni qalinligini bersangiz bo'ladi. Misol qalinroq qilsangiz o'sha chiziq qalinroq bo'ladi va hokazo, ingichka va hokazo. Va bu yerda mana bu uchta nuqtasi bor. Bu nima? Bizda tekstimizning misol mana bu chizig'iga qaraydigan bo'lsangiz, bu ko'rasizlar tashqarisidan tarqalyapti. Bu degani o'sha tekstning chegarasini tashqarisidan chizadi, strokni. Bu yerda esa ichkarisidan chizadi. Ko'rasizlar? Ichkarisiga qarab chizyapti-da, yozuvingiz ustidan chizyapti. Va bu yerda centerga bosadigan bo'lsangiz, o'sha tashqaridagi chegaradan ham ichkariga, ham tashqariga bostirib chizishni boshlaydi strokni. Praktikada hammasi chiqib keladi. To'g'ri qilib qo'ya qolaylik, outer qilib. Va bu yerda bizda background, bizda tekstimizning orqasiga fon tashiydi. Demak, background yoqamiz va biz tekstimizning rangini, ya'ni o'sha fonning rangini keling biz qizil qilamiz, shunchaki praktika uchun. Va bu yerda birinchisini ko'radigan bo'lsangiz, uning opacity, mana shu background opacity, mana xuddi o'sha opacityga o'xshab ishlaydi. Mana ko'rib turganingizdek, va uning kattaligi misol uchun o'sha bergan chegarangizdan tashqariga chiqib ketyapti. Ko'rasizmi? Agar u 0 da tursa, o'sha chegarani o'zini bo'yaydi. Va bizda bu yoqda burchagini ozgina silliqroq qilsangiz bo'ladi, mana bunaqa qilib. Endi bu ham qayerdadir kerak bo'lib qolishi mumkin. Keling, background o'chirib qo'yamiz. Bu yerda o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Va shu yozuvimizga soya bersak ham bo'ladi. Va shu joyida shadow bilan hozircha to'xtatib turamiz va sizga yana bitta narsani o'rgatib ketishim kerak. Bu nima? Keling, program monitor haqida ozgina gaplashamiz, chunki shu darsgacha hali gaplashmadik. Bu albatta kerak bo'lib qolish kerak edi. Shu qachondir shuni o'rgatib o'tib ketishim kerak edi. Demak, bizda hozir mana program monitor 100% ko'rinishda turibdi, demak, to'g'rimi? Fitda turibdi. Siz uni g'ildirak bilan yaqinlashtirishingiz mumkin va uzoqlashtirishingiz ham mumkin. Agar yaqinlashmasa, uzoqlashmasa, agar yaqinlashib uzoqlashmasa, shunchaki altni bosing, yaqinlashib uzoqlashadi. Altni bosib turish shart emas, bitta bosasiz, yaqinlashadi, uzoqlashadi. Va altni ham bitta bossangiz, yaqinlashmaydi ham, uzoqlashmaydi, joyida qoladi. Tushundingizmi? Sichqonchani qaysi tomonga qarab g'ildiratsangiz, o'sha tomonga yaqinlashadi va o'sha tomondan uzoqlashadi. Ko'rasizmi?
va siz boshqaruvni yo'qotib qo'yganingizni his qilganingizdan keyin va buni pastga qarasangiz mana ko'rasiz, hozirgi holatda bizning kadrimiz 101% da turibdi. Uzoqlashtirsangiz ko'rasiz, foiz o'zgaryapti. Mana bunaqa holat kelib qolsa, bu program monitordan maksimal foydalanish uchun va u kadrimizni 100% ko'rinishga keltirishimiz uchun mana buni ustiga bosasiz va fitni bosadigan bo'lsangiz, mana kadrimiz bu yoqda ramkalari bilan mana shu program monitori ichiga joylashadi. Va kadrni bunaqa kengaytirsangiz ham mana shu oynani o'shanga qarab joylashishga harakat qiladi. Bu albatta har doim sizda fitda turishi kerak. Xohlaganingizcha yaqinlashtiring. Misol uchun siz berayotgan mana bu effektlaringizni shu yerdan ko'ring, lekin montaj qilayotgan paytingizda faqat mana bu fitda turishi kerak. O'shanda sizda mana shu kadringiz qanaqa ko'rinishda sizga ko'rinishi kerak bo'lsa, shunaqa joyda ko'rinadi. Keyin o'ngroqga qarasangiz, bu yoqda full turibdi. Full degan yozuv turibdi, to'g'rimi? Bu full o'zi umuman olganda nima? Bosib ko'ramiz. Bu yerda full turibdi. 1 2 1 4, to'g'rimi? Endi bir boshdan boshlaymiz. Full degani bu nima? Misol siz videoni montaj qildingiz va uni render qildingiz. Render qilish jarayonida videongiz 100% kачествосida, 100% sifatida faqat fullda ko'rinadi. Agar sizni kompyuteringiz birozgina kuchsizroq bo'ladigan bo'lsa va montaj qilish jarayonida biroz qotadigan bo'lsa, frizlar bo'ladigan bo'lsa, siz uni 1.4 ga, 1.2 ga tushishingiz mumkin. Agar kompyuteringiz yetarli darajada kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, sizda 1.8 va 1.16 ham ochiq turadi. Buni tushundingiz-a? Siz 1.4 da qo'yib videoni montaj qiladigan bo'lsangiz, mana ko'ryapsiz, videomiz xiralashib qoldi. 1.4 da turibdi-da, o'shaning uchun xiralashdi. Bir fullda turadigan bo'lsa, yurgich bilan ishlaganda ham mana ko'ryapsiz, videomiz xiralashgani yo'q. 1.4 da mana xiralashdi. Lekin sizda 1.4 da turgan taqdirda ham videongizni shu holatida eksport qiladigan bo'lgan taqdiringizda ham videongiz xira eksport bo'lmaydi. Bundan qo'rqmaslik kerak. Siz ishlashingiz uchun mana shu program monitorda video kartangiz va kompyuteringizga og'irligini tushirmasligi uchun shunaqa 1.4, 1.8, 1.16 ochilgan. Bu nima degani? Bu yerda kadrlaringizni misol uchun 1922 1080 ta piksel bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha pikselni full ko'rinishi va uni 2 ga bo'lgan ko'rinishi, ya'ni sizning piksellaringiz 2 ga qisqaradi. Shu holatida faqat program monitori ichida va 1.4 ga qisqaradi, 4 karra qisqartiradi piksellarni, ya'ni kamaytiradi. Ko'k yozuvini ko'radigan bo'lsangiz, mana timeline'da vaqtida qayerda turgan bo'lsangiz, mana 240 qolib keladigan bo'lsangiz, mana ko'rasiz taxminan. Aynan mana shu timeline'ni qaysi soati, qaysi minuti, qaysi sekundi va nechanchi kadrda turganingizni ko'rsatadi. Ko'k yozuvi. Mana bu yerdagi kulrang yozuv esa mana shu timeline'da video materialingizni oxirgi nuqtasi nechanchi sekundda to'xtaganini ko'rsatadi. Demak, davom etamiz. Biz tekstda gaplashayotgandik. Joyi kelgani uchun sizga program monitor ozgina bu narsalarni o'rgatib ketishga majburman. Xo'p, bizda shadowga keldik. Shadowda ham, misol uchun, birinchisiga qaraydigan bo'lsak, birinchisi o'sha shadowni, ya'ni o'sha soyamizni opacitisi qancha tiniqroq, to'liqroq bersangiz, o'sha opacitisi shuncha kamayadi. Keyin ozgina yaqinlashtira olamiz g'ildirak bilan shunchaki. Buni opacitysini 100 ga qo'yamiz. Bu yerda esa uning darajasi, ko'rasiz, uning gradus bilan xohlagan tomoningizga qarab bersangiz bo'ladi soyani va bizning o'sha soyamizni o'sha bizning detalimizdan qanchalik uzoqdaligini ko'rsatadigan, ya'ni o'sha soyasini uzoqroqdan beradi va yaqinroqdan beradi va hokazo. Va keyingisi esa bizning soyamizning katta kichkinaroq qiladigan, ya'ni bitta qo'shimcha qurilmasi. Va keyingisiga qaraydigan bo'lsak, bu yoqda bizda o'sha soyamizni, ya'ni softnessni bizni qanchalik ko'paytirsangiz shunchalik soyamiz xiralashadi, qanchalik uni kamaytirsangiz o'sha soyamizning yana aniqroq holatiga keladi. Bu endi sizga qaysi holatda qaysi bir kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shasini ishlatasiz. Source text yopib turamiz va bu yoqqa qaraydigan bo'lsangiz, source yopib qo'yganingizda buni transform bor, position, scale, rotation, opacity bor. Va bizda motionda ham shunaqa position, scale, rotation va hokazo opacity shunaqa narsalarimiz bor. Endi siz bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Bu bizda position, scale faqat tekst bilan ishlashimiz uchun biz mana shu position, scale, rotationlardan foydalanamiz. Lekin siz motionni position, scale'dan foydalansangiz bo'ladi. Lekin ko'rasiz, uni ramkasi boshqacha.
ishlatgan jarayoningizda u o'zi farqini keltirib bilib olasiz. Keling, biz boya 3 qator qiluvdiga bir qator qilib olamiz. Sal tushunishingiz uchun mana bu holatga keltirib oldik. Shunaqa savol tug'iladi. Tekstni scale'ini ko'tarmoqchi bo'lsangiz, nimaga aynan mana shu tekstning ichidagi scale'dan foydalanishingiz kerak? Agar siz videoni scale'dan foydalanadigan bo'lsangiz, bunday yaqinlashtiradigan bo'lsangiz, ko'rasiz, bizada xiralash hosil bo'ladi. Ya'ni o'sha tekstimiz xiralashib ketdi. Orqaga qaytaraylik. Lekin tekstni o'zidagi scale'dan foydalanadigan bo'lsangiz, tekstimiz xiralashmayapti. Va animatsiyada ham xuddi shunaqa. Animatsiyada hozir biz nima qilishimiz mumkin? Mana shu ko'rsatkichlardan umuman olganda animatsiya bu nima? Biz tekstimizni xuddi poyezd kabi mana bunaqasiga kadrdan o'tkazishga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni o'sha videomiz ketadi, bizda esa tekstimiz mana bunaqa holatda poyezd bo'lib o'tishi kerak. Ozgina animatsiyani ham ozgina tushunib o'tib ketaylik. Xo'p, demak, buning uchun endi shunaqa animatsiya qilish uchun, harakatli animatsiya qilish uchun uni harakatini yozib olishimiz kerak yoki yasashimiz kerak. Buni qanaqa qilamiz? FX Control ichida mana bitta ko'rib turgan bo'lsangiz, sekundomerlar bor, to'g'rimi? Mana shu sekundomerlar bor degani, mana shu ko'rsatkichlari bor-ku, oldida har misol uchun position sekundomer, scale nima bunaqa sekundomer mana ko'rib turgan bo'lsangiz, toggle animation deb yozib qo'yibdi har bittasiga oldiga. Ustiga olib keladigan bo'lsangiz. Endi yozuvni исходник joyiga olib kelamiz. Ya'ni mana bu yerdan chiqib kelish kerak-ku, to'g'rimi? Bizga. Keling, yozuvimizni ozgina kattaroq qilamiz-da. Mana bu olib kelamiz. Mana shu yerdan boshlansin. Saqlanib qolishimiz kerak shu joyini. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu yerdagi position, bu joyiga position javob beryapti hozir. Demak, nima qilamiz? Biz positionga mana bunaqa sekundomer qo'yamiz. Buni nimaga nuqta qo'yishimizni hozir o'zingiz tushunib olasiz. Va bu yoqqa qaraydigan bo'lsangiz, mana Premiere Pro ajoyib programma deb turgan bizning faylimiz turibdi, to'g'rimi? Mana shu liniyamiz. Bu liniya o'zi nima? Bu liniyamiz xuddi mana bu yerda timeline'da joylashgan bo'lakchani xuddi o'zi. Bu yerda video bo'ladimi, tekst bo'ladimi, solid bo'ladimi? Unga animatsiya bergich jarayonida shunga e'tibor qilishingiz kerak. Mana bu yerdagi ko'rib turgan kusuk, ya'ni bo'lak, mana bu qismni xuddi o'zginasi. Ana endi bu faqat boshqacharoq joydan, boshqacharoq rakursdan ochib beryapti, lekin xuddi o'sha narsa. Demak, biz nuqta qo'ydik. Yozuvimiz kadrimizdan tashqari turib shu holatda nuqta qo'ydik. Keling uni kadrimizni boshiga olib kelamiz va keling biz kadrni mana bu positionini o'zgartiramiz. O'zgartirsangiz ko'rasiz, bu yerda yana bitta nuqta hosil bo'ldi. Bu ikkinchi nuqtamiz bizda, to'g'rimi? To'g'ri. Va ikkinchi nuqtamizni oxiriga surib olib borib qo'yamiz. Va boshiga olib kelamiz. Ko'rasiz, bizda yurgich bu yerda ham bor. Yurgich bu yoqqa boshiga olib kelib qo'yadigan bo'lsangiz, bu yoqdagi yurgich ham ikkalasi bitta yurgich o'zi. Mana ko'k chizig'i ham shu titri boshidan. Demak, endi bizda nima hosil bo'ldi? Bizda birinchi nuqtada position boshqacha. Ikkinchi nuqtada esa boshqacha. Bu degani play beradigan bo'lsangiz, probel bilan ko'rasiz, birinchi nuqtada position boshqacha edi, ikkinchi nuqtadagi position boshqacha. O'sha bu positiondan ikkinchi positionga o'tyapti. Bu degani bizda animatsiya hosil bo'lyapti. Bu yoqdagi yurgich ham, bu yoqdagi yurgich ham bitta o'shani ko'rsatgan animatsiyani ko'ryapti. Bu bitta tomondan. Agar ikkinchi positionni birinchisiga yaqinlashtiradigan bo'lsangiz, bu degani nima degani? Bu bizning animatsiyamiz tezroq holatda ikkinchi pozitionga o'tadi va bizning animatsiyamiz tezlashadi. Buni yana ham yaqinroq qilishingiz mumkin. Tezlashadi. Buni tushundingiz deb o'ylayman. Xuddi shu nuqtalarni shunchaki backspace yoki delete deb bosib ham o'chirsangiz bo'ladi. O'chirganingizdan keyin bu yoqdagi sekundomerni ham bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bu yerda shu positionlarda sizga animatsiyani o'chirish uchun kerak bo'ladi. Agar animatsiya kerak bo'lmasa sizga. Scale keling 100 qilamizda. Biz ortiqcha yozuvlarni o'chirib tashlaymiz. Premiere Pro'ni o'zini qoldiraylik. Endi scale'da ko'rasiz, xuddi o'sha kadrimizga o'xshab scale'da mana bu asos nuqtasiga qarab o'zgaradi va scale'ni shu joyiga nuqta qo'yamiz. Bizning nuqta hosil bo'ldi va yana bitta keling buni yaqinlashtirib ko'ramiz va ko'rasiz, ikkinchi nuqtamiz ham hosil bo'ldi. Ozgina yaqinlashtiramiz va biz animatsiyamizni ko'ramiz. Bu yoqda mana to'xtab turibdi positionda. Birinchi nuqtamizdan nima bo'ladi? Ikkinchi
scale bizni kattaroq bo'lgani uchun bizda animatsiya hosil bo'lyapti. Bizda hozir bir-biridan masofasi juda ham uzoq, o'shaning uchun sekin bo'lyapti. Bir-biriga yaqinlashtiramiz. Va bizda mana animatsiya. Bu timeline'ni ham bu timeline'ga o'xshab yaqinlashtirib uzoqlashtirsangiz bo'ladi. Shunchaki videoni ustiga bossangiz bu timeline ochiladi. Ya'ni o'sha timeline, bu timeline ham o'sha FX Controlga tegishli. Demak, bugungi darsimiz uchun bu yetarli menimcha. Biz bu darsimizda tekst yozishni o'rgandik, kadrimizga color matte solid tashlab olishni o'rgandik sekvensimiz ichiga. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosing, kanalimga podpisatsiya bo'ling. Yangi videolarni o'tkazib olmaslik uchun birgalikda Premiere Pro'ni o'rganishda yana davom etamiz. Hali biz yana ham ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Sizni 8-darsda kutib qolaman.